Bugungi retseptimiz ekler bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: suv, margarin, tuz, un. Margarin, suv, tuzni yaxshilab aralashtirib qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin unlarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz. Pasal o'ti yaxshilab aralashtirib 5 minutda aralashtirib sovutamiz. 5 minut, undan kam emas, ko'p emas. 5 minut yetadi. Boshqa idishga olib 5 minut sovigandan keyin yaxshilab aralashtiramiz. Bittadan tuxum solib mikser qilamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Qizlarjonlar, faqat bittadan solib qilinglar. Tuxumni mikser qilib olamiz. Aralashtirib mikser qilib olamiz. Ikkinchi tuxumni ham chaqib yana mikser qilamiz. 1 minut har mikser qilganimizda 1 minutdan qilamiz. Har bitta tuxum chaqqanimizda 1 minutdan mikser qilib chiqamiz. Shunaqa xamir hosil bo'ladi. Keyin nasotkalarimizga solib forma berib chiqamiz. 200 gradusda tepa-pastini yoqib 25 minutda pishirib olinadi. Keyin 160 gradusda 10 minutga yana qo'yasizlar. Shokoladni eritib olamiz. Morojniy krem qilib olamiz. Morojniy krem, qaymoqi, moloko aralashtirib mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin o'sha krem eklerlarimiz ichiga solib chiqamiz. Eritilgan shokoladlarimizni ustidan qo'yib chiqamiz chiroyli qilib. Hammada o'xshaydi, faqat to'liq shu retsept asosida qilsanglar o'xshab chiqadi. Graduslarni ham bir xilda qilsanglar. Mana tayyor eklerlarimiz. Yoqimli ishtaha. Ichlarini ham ko'rasizlar hozir. Albatta qilib ko'ringlar.